Dunyoda kimni yaxshi ko'rsa, erta qiyomatda shular bilan tiriladi dedilar. Biz masjidni kanaliga a'zo emasmiz. Masqarabozlarga a'zomiz. Qaysidir seriallar keladigan kanalga a'zomiz. Qaysidir fahshga a'zomiz. Qaysidir qorini kanaliga a'zo emasmiz. Kerak emas bizga u. Qiroat bizni bezovta qiladi. Astagfirulloh. Qur'on eshitsak, yo'lda, mashinada Qur'on eshitsak nima bo'ladi? Amr ma'ruf eshitsak, biror bir foydali narsa eshitsak nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Lekin biz umuman na dinimizga, na diyonatimizga foyda keltirmaydigan narsalar bilan ovoramiz. Kim qaysi qavmni, qaysi holatni yaxshi ko'rsa, erta qiyomatda shular bilan birga tiriladi. Endi o'ylang, bugungacha telefonlarimiz, ayollarimizni telefonlari, o'g'illarimiz, kelinlarimizni telefonlarini olib bitta tekshiring, ular erta qiyomatda